Salomlar avvalo aziz elimga, muqaddas tuprog'im yurtim gulimga, ona zaminimga, ona dilimga, sizlik aziz mehmonlarga, mezbonlarga salom. Mehmonlar va mezbonlar, mana bugun xonadonda katta bayram, katta tantana. Buning sababisi mana shu jonisi, seni xolajonimizni shukrona kunlari munosabatiga bardavom xonajon. Assalomu alaykum. Rahmatullohi barakatuh. Ashabi ajmin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qavm qarindoshlar. Mana bugun yangamni 63 bahorni qarshilayotgan kunlari ekan. Mana shunday payg'ambar yoshlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim jiyanlarimni hammalarini huzurlarini ko'rsin. Qizlar davrasida nabiralar, chevaralar, nevaralar davrasida har buvijon bo'lib yursin. Allohim shunday kunlarga yetkazganiga shukr. Behisob, beadad shukr. Akajonim bo'lganda undan ham boshqacha bo'lar edi. Allohim irodasi ekan. Akajonim umrlarini ham menga qo'shib bersin, yaratgan egam. Farzandlarini baxt tomon ko'rkina yursin. Og'aynilar, ular, hammajonimiz olmush bahor qarshilatdi. Yuzlay kirsa, dasturxoni hamisha shunday to'kin sochin. Do'stlar davrasida bo'lsin. Hamisha eng yomon kunlar bo'lsin. Hammajon yuzlay kiring. To'ylarmay to'ylarimiz yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum mehmonlar. Ana bugun hammam to'ylarga ekanmiz. Men hammamga uzoq umr tilayman. Ballan boshiga sog' bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarimizda sherik bo'laylik. Hayit bayramini hamma yana bir bor tabriklayman. Hamma yana bir bor tabriklayman. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammalarga. Ammajon tabriklayman, yuzlarga kiring, baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayrlaringizni hammalar. Ona, mehribon ona. Sizga o'xshaman qiziq. O'yinkaroq, o'jarroq yana. Ayting nima sir ko'nglingizga nima yegib kelyapti ona? Palov yo'q, tergo'sh norim. Hech tortinmay ayting barini, poyingizga qochay borim. Nima yegib kelyapti ona? Bolam deb o'ylayvermang. Har narsaga kuyunavermang. Bo'lsa topganingiz hech kimga bermang. Hamma qadrini bilyapti ona. Birga so'ng oshingani bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor. Ayting bemalol nima kiyib kelyapti ona? Nima yegib kelyapti ona? Ammajonim tabriklayman, yuzlarga kiring, baxtimizga sog' bo'ling, uzoq umr ko'ring. Tabriklayman. Nabirangizni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Onajoningiz uzoq mana shu nabiralaringizni baxtdagi kamolini ko'rishlikni Allohimning o'zi nasib ro'zi aylasin. Onajonimizni payg'ambar yoshlari muborak bo'lsin. Onajonimizni 100 yoshlar bilan izlashtirganda ham mana shunday qadri baland qadrdonlarimiz mana shu Allohning nazariga tushgan xonadonni aziz mehmoni bo'lsinlar. Ilohim aytish kelibsiz. Barchangizni xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin ilohim. Endi davramizga onajonimizni qizlarini davramiz markaziga taklif etamiz. Ma'mura opajonimiz, marhamat. Davramiz sizga muntazir. Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring, onajonim ilohim. Assalomu alaykum do'stlarimdan kelgan mehmonlar. Bugun onajonimni shukrona kun ekan. Hurmatli deganlar uchun sizlarga kattadan katta rahmat. Bizning baxtimizga hamisha sog'-omon bo'lsin. 63 bahorni yana bir ko'rishlarni ko'rsin onajonim. Bizning baxtimizga hamisha sog'-omon bo'lsin. Xotirjamlik bo'lsin Allohim.
Arzimizgina sovg'amiz bor edi, opa singillar nomidan. O'shani bermoqchi edim onajonimga. Ilohim aytganingiz kelsin. Onajonim, mana shunday sovg'alar muborak bo'lsin ilohim onajon. Doimo mana shunday qadringiz va qadringiz baland bo'lsin onajonim. Yaxshi kunlaringizda mana shunday bejirim uzuklarni taqishlikni Allohning o'zi nasibi ro'zi aylasin onajonim. Yaxshi kunlaringizda taqing ilohim. Ilohim umra, haj ziyoratlariga borib hoji onajon bo'lishligingizni Allohning o'zi nasibi ro'zi aylasin. Azizlarim, barchangiz mana shu xonadonga xush kelibsiz. Mana shu fursatdan foydalanib barchangizni bugungi Qurbon hayiti bilan barchangizni tabriklaymiz. Azizlarim, bayram muborak bo'lsin. Onajonimizning shukrona kunlari bardavom bo'lsin ilohim. Azizlarim, onajonimizni davramiz markaziga taklif etamiz. Bugungi davramizni qirolichasi onajonim. Payg'ambar yoshlaringiz muborak bo'lsin onajon. Shukrona kunlaringiz bardavom bo'lsin. Navbatni esa Ruhiya onajonimizga beramiz. Marhamat. Tabriklang onajon. Assalomu alaykum. Yerga kelgan qavmi qarindoshlar, qiz o'g'illarim, kelinlarim, nevaralarim, chevaralarim, kelinjonimda 60 yosh, 63 yosh payg'ambar yoshiga hammalari xush kelibdilar. Kelinjonim nasib bo'lsa yuzlarga kirsin, kamalini ko'rsin, sog' salomatgina o'ynab kulib davronlar tursin. Bolam ko'rmagan kunlardan kelinim ko'rsin. Kelinimga topshirib ketdi. 5 qizim Xudoya qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Bularning nasib hayotini yoshidan o'tib ketib, kelinlar ishlatib, kuyovlar ishlatib, nevara chevaralar ko'tarsin. Kelinimga, nevaralarimga, chevaralarimga Xudodan avvalam sog'lik tilayman, salomatlik tilayman, baraka xayr tilayman, umr tilayman, rizq tilayman. Hammalari yoshingizga yoshlar qo'shilsin ilohim. Onajonimizning yoshlariga barchamizni Allohim yetsin azizlarim. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning tarifi mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Sizning onajonlarimiz bor hayotda yashash boshqacha. Vaqtimizga hamisha oycham yuqorida bo'lgan gaplarga qo'shilamiz. Sog' salomat bo'ling. Yoshlaringiz ko'p bo'ling. Assalomu alaykum. Shu bizning xonadonga yig'ilgan mehmonlar, bugun onajonimizning tug'ilgan kuni ekan. Tabriklaymiz. Bizlar vaqtimizga, onajonlarimizning vaqtiga har doim sog' salomatgina bo'lib yursin. Ilohim aytgan
qilamiz. Onajonimizni